Hürmetli üyeler, sizni ko'ngildan qutlaymiz. Shunday yubileyimiz bilan rayonimizning mashhur kitobini ismlariga sizni kutdim. Endi 50 yil birga yashashimizni taslab ko'plarga chaqiramiz. Sizni bilan birga birdamlikda ishlashga nasib bo'lsin. Chunki bir o'zingizga bir narsada ishlab bo'lmaydi. Har vaqt kishilar bilan, jamiyat bilan, kishiga qo'shniga, kishiga tug'aniga tayangandagina narsada bo'lsa ishlab bo'lar. 50 yilni shulay bordik, chunki u ko'tarsa biroq ulug' jamoat uchun men tirak bo'ldim. Menga kerak bo'lganda u tirak bo'ldi. Har qaysinizga oilalaringizda eminlik bo'lsin, birdamlik bo'lsin. Qaygı hasret degan narsa sizning ini topmasin. Yaşadığınız par bo'lib, ikkingiz bir jon bo'lib, ko'rshilarga o'rnak siniya, do'stlar uchun don bo'lib. Baxtli bo'ling'iz taqdir.